Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga tanishtiradigan biznesim Gazablogning mini varianti hamda 3tasi birda varianti. Mini variantini alohida aytib o'tib ketaman. Bunda suyunkisi bo'ladi. 200 litrli bo'ladi, mishalkasi bo'ladi, 1 kilovatli ajoyib mustahkam motori bo'ladi. 3 ta qolipida tagida ham 7 qator profili bor, ko'rishingiz mumkin. Yonida ham 7 qator profili bor, hamda ichlarida listlari bor. Buni nimaga listli desanglar, bunda penablok ham quysanglar bo'ladi, gazablok ham quysanglar bo'ladi, polistrablok ham quysanglar bo'ladi. Xo'p, bu uchalasi bitta komplekt holati $1200. 3tasi birda komplektini aytib o'tadigan bo'lsam, shu uchala assortimentimizga yana 3 ta narsa qo'shiladi. Pena generatori, kompressori, mikseri, rassor bochkasi. Bular uchalasi jami bo'lib $1,500 bo'ladi. Xo'p, bu bilan qanday bizneslar qilsanglar bo'ladi? Pena blok quyish uchun mana bunaqa pena generatorimizni pena blokka ham ishlatsanglar bo'ladi. Rassor bochka, kompressor, mikser, pena generator bilan tomlarga lombos xizmat bilan faoliyat yuritsanglar bo'ladi. Xo'p, bu komplektimiz 3tasi birdasi $1,500. Bu uchala komplektimiz, mini variantimiz $1200. Xo'p, keyin yana bizneslarimiz bor. Bu yerda Gazablogda katta varianti $1,500 bo'ladi. Bu variantimizda nimalar bo'ladi deganlarga, suyonkisi 1 tonnalik, tepada 110 litrligi bo'ladi, tentlari hamma yo'g'i joyida bo'ladi, mishalkamiz bo'ladi, 2 ta qolipimiz, reskamiz, arramiz bo'ladi. Shu komplekt holatimiz $1,500 bo'ladi. Xo'p, yana bizneslarni tanishtirishda davom etaman. Bu yoqda terma panel biznesimiz. Bu terma panel komplekt holatiga mana bunaqa qoliplari o'zini listlardan yasalgan, stolchasi, mana bunaqa quyish uchun stoli, bu yoqda aynakli uskunalari. Jami narxi $900. Joyidan olib ketsanglar, dastavkalari kelishilgan holatda bo'ladi. Xo'p, bu yoqda terma travertin mana qoliplari, komplekt holatdagi qoliplari ko'rishingiz mumkin. Komplektida mishalkasi, vibratsiya stoli va qoliplari bo'ladi. Buni ham joydagi narxi $900. Dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi. Mana bunaqa g'ishtlar quyasiz, mana. G'ishtlari ham juda ham ajoyib, mana ko'rishingiz mumkin. Taglarida pokagi bo'ladi. Xo'p, keyin yana tanishtiradigan bizneslarimizdan penablok biznesi. Penablok biznesi mana xonalar bo'lingan перегородкали variantlarimiz, yarim перегородка deysizmi, 10lik deysizmi, 12lik deysizmi, обычный перегородка deysizmi, har xil перегородкalarimizdan bor. Latok tumbalarimiz ham yetarlicha zaxira qilib qo'yganmiz. Xo'p, 40lik qolipimiz bo'ladi bu. Hozir birma-bir tanishtirib narxlarni aytib o'tib ketaman. Birinchi bu yoqdan boshlayman. Aybga buyurmaysizlar, chunki narxlar bu tomonga qarab o'sib ketaveradi. Xo'p, bu komplektimiz обычный variant bo'ladi. Komplektida pena generatori, 3 ta qolipi, rassor bochkasi, kompressor, mikser bo'ladi. Bonusiga latok tumbasini qo'shib beramiz. Bu komplektimizning narxi $700 joyida, $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Bu yoqda biroz kamchiligi bor komplektimizni. Bu ham обычный variant. Mana bu tomondan ko'rsataman. Belida 2 qator profili bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa komplekt holati. Bu komplektimizning narxi joyida $750, vodiy bo'ylab $800, O'zbekiston bo'ylab $850 qilib beramiz. Bu yoqdagi eng trendda yurgan Euro variantimiz, juda ham talab kuchli, hozirda eng ko'p sotilayotgan qoliplarimizdan mustahkam qolip, mana shanirlari bor. Belida ham 7 qator profili, taglarida ham 7 qator profili bo'ladi. Bu ko'rib turganinglar, bu ham xuddi shunaqa komplekt holati. Pena generator, rassor bochkasi, 3 ta qolipi, kompressor, mikseri, bonusiga latok tumbalarni qo'shib beramiz. Agar hoziroq pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, yana ham qo'shib bonuslar qilib sizlarga manfaatliroq qilib beramiz. Kimga shunaqa ko'rsatib o'tgan uskunalarim kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, batafsil ma'lumot berib o'tamiz.